Assalomu alaykum kanalim obunachilari. Videoni oxirigacha kuzatib boring, like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Ozoda Nursaidova klipi syomkasida og'ir jarohatlangan model Turkiyada operatsiya qilinadigan bo'ldi. Ozoda Nursaidovaning klipi syomkasida og'ir jarohat olgan model Sabrina Jabbarova Turkiyada operatsiya qilinadigan bo'ldi. Uning aytishicha, barchasi xalq tomonidan yig'layotgan mablag' evaziga o'tkaziladi. Yaxshi hayotga qaytishimga, oila qurib, farzand ko'rishimga ishonch bildirayotganlarga rahmat, deydi u. Xonanda Ozoda Nursaidovaning klipini suratga olish jarayonida avtomobil urib yuborish oqibatida jiddiy jarohat olib, nogiron bo'lib qolgan model Sabrina Jabbarova Turkiyada operatsiya qilinadigan bo'ldi. Tarmoqlarda tarqalayotgan videoda xonandalar Ozoda Nursaidova va Munisa Rizayeva hamda boshqa faollarning model Sabrina Jabbarova bilan uchrashib suhbatlashganini aks etgan. Jabrlanuvchi Sabrina Jabbarova unga moddiy tomonlama ko'mak ko'rsatib, qo'llab-quvvatlanayotganlarga minnatdorchilik bildirgan. Butun dunyodagi o'zbekistonliklar 3 kundan beri oyoqqa turishimni istab, men uchun qayg'urib, plastik kartalarimga pul o'tkazishyapti. Xalqimga katta rahmat deyman. Sizlar meni har kuni duo qilyapsiz. Buning uchun minnatdorchilik bildiraman. Birinchi o'rinda menga yordam berish masalasini ko'targan Turkiyadagi Jasmina opaga rahmat aytaman. Xalq mening operatsiya qilinishim uchun pul kerakligini bildi. Yaxshi hayotga qaytishimga, oila qurib, farzand ko'rishimga, bemalol yurishimga ishonch bildirib, qo'llab-quvvatlab, pul tashlayotgan odamlardan Alloh rozi bo'lsin, deydi u. Uning qo'shimcha qilishicha, operatsiya jarayoni Turkiyada o'tkaziladi.